Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga yurtimizning eng qadimiy an'anaviy dinlaridan biri bo'lgan Zardushtiylik haqida va uning paydo bo'lishi haqidagi bir rivoyatni hikoya qilmoqchiman. Zardushtiylik dini bundan miloddan avvalgi 1000-yilda bizning diyorimizda, ya'ni Xorazmda vujudga kelgan qadimiy dinlardan biri hisoblanadi. Zardushtiylik dinining asoschisi Zardusht ismli shaxs bo'lgan, tarixiy shaxs bo'lgan va yunonlar uni Zoroastr, ya'ni yulduzshunos deb ham nomlashganlar. Zardushtiylik dinining paydo bo'lishi haqida rivoyatda aytilishicha, Zardusht bir kuni tong sahar suv olish uchun, ya'ni muqaddas taom xaomini pishirish uchun suv olish uchun buloq boshiga, soy bo'yiga kelganda u yorug' nurni ko'radi, ya'ni Ahura Mazdaning elchisini ko'radi va yorug' nurga ergashib borganda u oliy xudo, ezgulik xudosi Ahura Mazda bilan yuzma-yuz bo'ladi va Ahura Mazda unga boshqa hamma insonlar orasidan uni payg'ambar qilib saylaganligini, tanlaganligini va u insonlar orasida ezgulikni yoyishga xizmat qilishi kerakligini aytadi. Va Zardusht shundan boshlab Zardushtiylik dinini payg'ambariga aylanadi va bu payt Zardusht 30 yoshda bo'lgan. Bu rivoyatda aytilishicha, demak, Zardushtiylik dinining paydo bo'lishi Zardusht ismli shaxs nomi bilan bog'liq. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avesta hisoblanadi va Avesta nafaqat diniy kitob, balki yurtimiz tarixi haqidagi tarixiy manba ham hisoblanadi.